Assalomu alaykum. Hammaga yaxshimisizlar, qizlar? Bizaga va nihoyatda sotuvga mana shu roundlabni sepadigan mistidan, ya'ni SPF bu qizlar oddiy mist emas. SPF namlantiruvchi, quyoshdan himoya qiluvchi, mana shunaqa juda ham qulay bo'lgan, shundoq sep oladigan va novinka bo'lib chiqqan SPF dan keldi qizlar. Bu novinka, hali Olibiumlarda sotilyapti. Olibiumda narxlarini ko'ryapsizlar. Mana shu yerga qo'yib qo'yaman. Narxlarini juda ham qimmat. Dollarga 15-18 dollar yo 15 dollar atrofiga chiqdi hozir. Bizada juda ham arzon narxlarda topsanglar bo'ladi. O'zbekistonda bor. Buni qulay tarafi qizlar, makiyajdan oldin, makiyajdan keyin shuni olasizlar-da. Roundlab bilasizlar, Koreyada ham juda ham mashhur brend bu, oddiy brendlardan emas va buni suradigan SPF'lari ham juda ham zo'r va bizaga va nihoyatda shunaqa sepadigani keldi. Buni qulay tarafi qizlar, liboy joyda bilasizlar, quyoshda har 2 soatda SPF yangilab turish kerak bo'ladi. Oddiy suradigan SPF'lari qo'l bilan surish makiyaj ustidan qiyin. Shuning uchun sizlar o'ylagan holda mana shunaqa SPF sotuvga olib kirdik. Buni har 2 soatda shunday makiyaj ustidan shunday olasizlar-da. Bo'ldi. Shunday sep olasizlar, bo'ldi. Makiyaj ustidan ham, makiyaj tagidan ham, yuzinglarni yaltiratib ham beradi, namlantirib ham beradi, quyoshdan ham himoya qilib beradi. Narxlar bo'yicha bemalol yozinglar. O'zbekistonda hozir bizada sotuvda bor buni. Bu novinka, hali ko'pchilik sotuvga olib kirmagan, chunki Olibiumlarga ham, Koreyada Olibium magazinlariga ham endi kirib keldi.